Ona bolasini qanchalar yaxshi ko'rishni men sizga hayotimdagi bitta voqea bilan aytib beraman. Eski hovlimizda onam bonka yopardi. Va o'sha bonka yopish jarayonida pichoq bilan qo'llarini kesib oldilar. Hamma yoq qon bo'lishni boshladi. Juda ham qattiq kesib oldilar. Men o'yladim, juda ham qo'rqib ketdim, lekin bir soatdan keyin onam o'sha qo'llarini bint bog'lab, dashi o'sha bonkani yopishni davom ettiraverdi. Ertasi kuni onamga yordam berish maqsadida men ham bordim yonlariga, onamdan so'roq pichoqni olib qo'limni kesib qo'ydim, noxos. Yig'lashni boshladim. Onam menga qarab yugurib, o'sha bintni topib, o'sha paxtani topib qo'limni bog'lashni boshladi. Shunaqa yig'layapman, hech narsaga e'tibor bermayapman. Birdaniga yuzimga tomchilar boshladi. Qarasam, onam mendan battar yig'layapti. Hayron bo'ldim. Kecha onam qo'lini kesib oldi. Juda ham qattiq kesib oldi. Nima uchun kecha yig'lamadi-yu, lekin hozir men qo'limni kesganimga yig'ladi. Tushundimki, onam meni qalbida saqlaydi. U tanasini kesgani uchun yig'lamagan. U ona jonini og'riyotgani uchun yig'lagan. Qaysiki ona yuragidan yig'layotganini ko'rsangiz tushuning, u o'zi uchun emas, farzandi uchun yig'layapti. Farzandi uchun.